Va nihoyat o'sha kun yetib keldi, o'rtoqlar. Men o'zim xohlagan mana shunaqa go'zal avtomobil egasi bo'ldim. Shunaqa deyisham, menga bir kun Xudo xohlasa nasib qilib qolar dadasi. Bu sizga ham yo'q. Lekin bugun biz avtosalon ochilishiga kelganmiz. Sizlarga obzor chiqib beraman. Qani ketdim. Xullas, menga o'xshab mashinasini almashtirmoqchi-yu, lekin qaysi salonga murojaat qilishni bilmayotgan janonalar uchun Farg'onamizda Lip Motors va Aito dilerlik avtosaloni dahshatli ochilibdi. Qizlar, menga kelib endi voy, Fusiliyadagi любой mashinani topsanglar bo'ladi. Aito M9 degani bor ekanda. Yomon ekan qizlar. Xullas, bolalardan charchab, erimiz bilan kino ko'rmoqchi bo'lgani kinoteatrga borishimiz ham hojat qolmabdi. Mani Xitoyliklar nima qilyapti? Bularning kallasini o'rniga nima bola fleshka chip o'rnatilganmi? Nima qilsa qilyapti-yu, lekin mashinalarni yomon qilyapti. Xullas, vibrchani terib qo'yishibdi. Endi men uni qaysi birini olsam ekan deb rosa dilim o'rtandi-yu. Nima bo'lsa bo'lsin, erimi puli ko'p bo'lsin, mana shu M9 dan olib beraver. Lip Motors avtosalonida C11, C01 degani bor ekan. U ham yomon ekan, o'rtoqlar. Shunisidan olsam ham olaman. Olmasam ham olaman. Hamma olganda men quruq qolaman. Tak что erini puliga eridan ham yaxshi yashaydigan poxonlar kelaverasiz. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa gaplar endi ham kelib, bu mashinalarning bittasini olib ketmasa bo'lmaydi. Yuragim o'ziga kelmaydi. Hammaga kerakli joy lokatsiya o'rtoqlar. Juda ham zo'r joyda joylashgan. O'zingizlar bilasizlar. Tatuda shunday ketishda chap qo'linglardan Lip Motors, undan keyin esa Aito. Bemalol kelib, xohlagan mashinalaringni, xohlagan vkuslaringni olib ketsanglar bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Dadasi, olib bermasangiz bo'lmaydi.